oldi. Muhammad aka o'zi asli siz qayerlisiz aka? Qayerlisiz? Har xil anaqalar ko'p yuradi. Samandar do'stim, sizni juda hurmat qilaman, o'rtoqlarim. Rahmat aka. Yaxshi ko'raman. Eskidan biz tanishmiz. Noo'rin bo'lgandir balki bu savol. Endi ko'p O'zi bilasizmi? Endi hozir o'zi men tayinlandik-ku, lekin men shu savol yomon ko'raman. Bilib turibdi, mana ko'pchilik mana mashinaga o'tirib qolsam, kafega kirib qolsam, magazin ko'pchilik 95% odam juda qiziq qat'iyligimiz. Ko'rinib turibdi, Meksikadan emasman-ku, endi Ispaniyadan emasman, shu O'zbekistonlik odamman, ko'rinib turibdi. Ko'pincha shunaqa savol bo'ladi, qat'iysiz deydi. Mana misol uchun, mana shu qat'iysiz degan odamlarning o'zi bor-ku. Kichkinagina o'zi xohlamagan holda boyagi natsionalist bo'ladi-yu, millat ajratish, millatchilik. O'sha narsaga kelib chiqadi. Sababi, agar mendan Samarqandlik odam so'rayotgan bo'lsa, Jomboyda tursa-da, men unga Samarqandni Jomboydanman deb xursand bo'lib ketadi. Qayerdansiz? deydi. Agar men Qashqadaryoning Yakkabog'idanman desam, nisbatan pastga tushadi. Demak, uni odami, o'shaning oldidagi odam bo'lsam, unga men ko'proq yoqaman. Agar sal uzoqroq, Qoraqalpog'iston, bu Andijon, Yaypan, mana joydanman desam, voy, demak, men o'sha pastga tushib ketib qolar-ku. Men aytaman-da, mana shu oxirgi yo'lda bir amaki bilan balkim ko'ryaptilarmi, yo men uzrim so'radi, endi men uzrimni qabul qildilarmi? Mendan 15-20 yosh katta odam. Men o'zim 55 daman, endi 15 yosh katta odam necha yosh bo'ladi u odam? 70. Endi men 80 ga. mashinaga o'tirganda azbek tajab kam gapirib bo'lib ketayotgandim. Qo'pol bo'lsa ham aytaman shu narsani. Men endi joizda, bilmayman, bu meni fikrim. Shu amaki bir 3 marta 5 minutda ichida 3 marta harf degan so'z ishlatdilar. Obbo 75, obbo 80, obbo 40, 60 harf bor. Ana harf bor. Endi men uni o'ynayaptilarmi yoki o'zi shunaqa odammi ekan degan haqlar baribir jimga turdim. 4-da vaqillab bordim-da. Aytdim, okaginamni. Nima uchun bunaqa nafrat dedim. Mana shunaqa oblastdan kelganman. Agressiya. Nima uchun o'zi men Toshkentlikman. Katta dars o'sha yerda ketdi. Toshkentda o'sib chiqmaganlar hamma kelgan. To'g'rimi? Demak, avtomatik holda bobolaringiz harfga chiqarib qo'yasiz birinchidan. Ikkinchidan, xo'p, qayoqqa borsam shu? Madridga borsam, yo Parijga borsam ishlagan. Toshkent poytaxt bo'lgandan keyin kelganda o'sha yerga tirikchilik, xuddi niyati bor uni. Bolasini o'qityapti, qizini erga bermoq, narsa pul yo'da sal norodir, buttim norodir. Yoki siz har kuni bittasiga 100 mingdan pul beryapsiz. Namanchi bunaqa nafrat dedim. Okey dedim, Sanandar aka. Ko'p kuzatdim, nomerga qarab o'lib ketamiz. O'zimiz g'ajib tashlaymiz. Hop, Farg'onalik nima begaman bizga, Buxorolik yo Qashqadaryo. O'zimiz-ku o'sha bittamiz, emasmi shunday? Ertaga Xudo ko'rsatmasin, avvalama astag'firulloh. Yo'q, urush boshdan, unisi astag'firulloh. Hop, nima deyman men chiqib? Yo, men faqat Toshkentlar bilan birga, yo, men faqat Andijonlik, yo, men faqat Qo'qonlik dedim, nima deyman? Unda aka 1 minutda bizani qilib pista pochoq chaqib qo'yadi. Birlasha olmasak. Ahillik yo'q bo'lsa. Yo'q. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz, Amerikada yashagan, o'sha Texasdan kelganman, Texas demaydi-ku. New Yorkdagilar. Oh, you from Texas? Ul naborot, uni ko'tarib qo'yishdi. Yo, bizda pastga tushiramiz. Bilmayman, shu ming afsus, menga shunaqa tuyuladi. Juda avjiga olib ketdi kamsitish.